Oppoqqina krossovkalarda mana bunaqa balchiq joylardan yurishga necha. Bunaqa ob-havoda oq krossovka kiyib olish uchun ham farosat kerak edi. Assalomu alaykum, hurmatli Sodda hayot kanalini mehribon kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Biz yana yangi sonni chiqaryapmiz. Sizlar uchun, sizlarning kayfiyatingiz uchun. Toshkentdan Qibraydan Navbahor sihatgohidan qaytdik. Soddagina hayotimizga qaytdik. Bu yerda albatta komfort, hammasi zo'r, mazza qildik, buvim havo almashtirdilar. O'zimizga qolsa yana ko'proq vaqtimizni o'sha yerda o'tkazardik, lekin o'zimizga qolmagan. Shunaqa ekan, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Qo'ldan kelgancha videolar bilan ulashishga harakat qildim. Qanchalik uddaladim, kommentga yozib ketinglar. Sodda hayot kanalining yangi sonini ko'rishda yaxshi kayfiyat tilayman. Bugun juma. Shuni ham aytib o'tishim kerak, juma. Balki buni keyinroq ko'rasizlar, nima bo'lganini ham. Kuninglar xayrli o'tsin. Biz boshladik. Va o'zimni jonajon soddagina uyimdaman. Lizaxon bor bu yerda. Liza, Annaxon o'tiribdilar mazza qilib, kutib meni. U yoqda ko'ppagim. Qalaysan? Qo'ylar va hokazolar enam asosiysi. Qayoqqa ketyaptilar endi yalanga yo'q olib? Ayni. Pastga bir bora. Paypoq kiymaysizmi? Qizib ketdi. Yağmur yog'mayapti. Yo'q, yomg'ir kunda. Kecha rosa yoqqandi. Ustingizga kiyib chiqmaysizmi endi? Yo'talish yoqyaptimi? Manga yoqyapti. Yo'talish yoqyaptimi? Yo'tal. Axir ustingizga kiysangiz kasal bo'lmaysiz. Issiq bo'lsa ham yo'tal qilyapti. Oxir ko'chaga chiqsangiz shamollaysiz. Keyin uyda issiqda o'tirib yoqmaydi. Ustingizga kiying. Ko'rpani ichida yo'tal qilyapti. Qiyin tushuntirish ba'zida. Hammaga yengil bog'ladilar. Keyin yo'talib o'tiraveradilar. Isib ketyapman deb. Ona. Assalomu alaykum. Obed qilamizmi? Bizda obed. Yaxshilar, bizda tovuq va sho'rva kechagi. Isitib hozir mazza qilib obedga yeb olamiz. Qarilikni tan olmas enam. Hozir mushugi silagan kadrlarni o'tkazib yordimda. Paypoq kiymadilar. Amallab Jennifer kiydirganim ham katta gap. Ana. Bu kadar tayyor bo'ladi. Ekalamiz. Ena, yuring obedga. Endi obed bir payta obed. Allah o'tqamadiga. Uzuglari taqib olibsiz. Yuring. Allah o'tqamadimi? Men och qoldim. Ayol kishi. Hamma shunaqa bo'lsa kerak. Tipa tvorog osh narsa, lekin mazali ekan. Obed soddagina. Pechga tursin dedim, ilovroq turadi. Men ham paket to'plash bilan ovora ko'rdinglarmi, tiqib qo'ydilar. Qancha narsa bo'libdi tiqilgan. Non bor ekan. Biror kim keldimi? Menam o'qidim bering ko'klari bilan. Ukrop. Soling. Yo'q dedim. Shirinlik hozir ketmaydi. Shu yerda turaversin. Ahmadga gul olib kelganman. Keyin vaqt bo'lganda qilib qo'yinglar. Oftob chiqib keta qoldi yaxshilar. Men ozgina patirlardan
ko'ra damashning nonni yaxshi ko'raman. Yumshoqroq, patirli. Bunaqa-yu, qattiq bo'ladi. Men bitta bizda adashmasam Samarqandning noni bor. Olib kelganlar. Buxorodan qaytayotganlar o'zi shuni bittasini. Voy, kattaligini ya. Cho'tkiydi bor. Samarqanddan bizani kuzatadiganlar bormi? Buxorodan qaytayotganlarda olib keldilar. Bittasini olamiz. Shuni ikkita qo'lda bajarsam osonroq bo'lardi, lekin syomka qilishim kerak. Qaranglar, go'zalligini buni. O'ta go'zal. O'ta go'zal. Buni обратный nok qilamiz edi. Qo'yib qo'yamiz. Mana bu qatommikan mayli tursin. Bitta gullar bor. Gullar bor. Samarqandning noni. Zo'r turibdi. Pastchi mazasi zo'r. Eshikni yopish kerak hamisha. Gaz o'chiq. Oftob zo'r, bahor kelyapti karajjo. Yanada ham go'zalroq, rang-barangroq chiqadi endi videoda. Zo'r turibdi. Samarqand noni. Samarqandning noni sindirilmas ekan. Menga tipa shunaqa tushuntirishdi. Kesilar ekan. Shunaqa qilib kesib qo'yaymi? Bo'lak-bo'lak qilib. Zo'ra. Mana bitta kesamda, ustiga qo'yib kessam. Ya, mana bunday bo'lsa bo'lar. Uni tutib tursin. Unda. Xullas, sodda hayotda yog'li, go'shtli davrlar boshlandi. Bu yoqda baliq, shashlik, bu yoqda tabaka, manba achchiq, bu yoqda sho'rva. Enamga yoqadi. Men bitta xursand bo'lishini qaranglar. Ovqat olib keldim-da, chunki suyaklari, boyagi tabakini. Bachcha, bilasan? Havo zo'r isyapti. Yaxshilar. Bahor boyatganimdek. Endi navbat qo'yga. Manam sekin astalik bilan qorin qo'yapman shekilli. Bu nimadan ekan qorin qo'yish? Hayot yaxshiligidanmi, osonligidanmi, beg'amligidanmi? Nimadan? Ha? Tuzuk trenirovka qilib yurgan bola edim. Hozir sizlarga o't beraman, suv beraman. Bahor yaxshi fasl, o'rtoqlar. Hamma yoq gullagan, lolazor. Qildi-gulday ochilgan. Diyor degan eski rep bo'lardi. Noto'g'ri o'ylamanglar, tag'in gapimni. Men o'zimga o'xshash obraz topdim. G'assol degan serial chiqdi. Balki sizlar ham ko'rganlarsizlar. Juda ham mukammal ishlangan. Ssenariysi ham, obraz ham, o'tdagi voqeliklar ham juda o'shani xarakteri, kesatib gapirishi, sovuqqonligi hammasini juda o'zimni shuna oynada ko'rgandek his qildim bor. Ishoninglar, sizlarga ham ko'rishni tavsiya qilaman, chunki juda ham ibrat bo'ladigan, plus ortiqcha bo'rttirishlarsiz ajoyib serial olishibdi. Rejissyorga vashsha qoyil qoldim. Bu darajada suzishini qaranglar, buni ko'rdinglar. Ko'rindimi ekan? Xullas, mukammal narsani serial qilib chiqarishibdi. Hozir ikkinchi faslini где-то 15 yoki 16 qismigacha ko'rdik. Ko'ryapmiz-da. Shunaqa gaplar. Oftob chiqdi deganda enam o'zlarini qiliqlarini boshladilar. Yarangoqlikda. Nima qilyapsiz? Qatcha o'ldilar. Mana shunchada bo'lib ketdi. Menda boshqa ideya bor. Yuring, kachelaga o'tiraylik. Xo'p. Zo'r g'oya kelib qoldi. Video bo'ladi. Nima bilan olamiz? Onunga trenirovka qilish kerak.
Ushlab turay. Bet sovuq. Jenfrizni olib kelaymi? Ha. Hozir. Ana jenfirlari. Men ham to'nimni kiyib olishim kerak. Chunki obraz uchun zarur. Va men bir qani qiyshayib. Ana men nimada video olaman. Videolarni kim olib beradi deydi. Qiyshayib ketgan shtativda. Video olamizmi? Oling. Oling. A few moments later. Mana shunaqa bema'niliklar bilan syomkamiz ham tugadi. Da. Uyga kirasizmi? Uyga kirasizmi? Kiring. Atangalga ko'zmancha. Anna. Anna ha. Paketlar uchib ketibdi. Yaxshilar. Qish tugab qolgan bo'lsa ham har ehtimolga qarshi o'tin qilib qo'yishim kerak. Men sotib olgan eng foydali, o'zim uchun qilgan eng katta sovg'alarimdan biri Ferro degan boltam bilan yana o'tin qilib qo'yishim kerak. Esingizda bo'lsa o'tgan safar mana bu yerga juda ham ko'p o'tin to'plagandim. Lekin yonadi ketadi. Qish bu hech kimni ayamaydi. Bu o'zi yorib oladigan bolta. Mana yaxshilar, o'tin tugadi. Men terga botib ketdim. Bilmayman nimaga. Juda ba'zida trenirovka payti ham, ish payti ham terlab ketaman. Yaxshi ham meni kayfiyatimni ko'tarib turadigan, menga suyanchiq bo'ladigan odamim bor. Qoch yo'limdan. Tezroq kelgin, suvimmi? Ichma meni suvimmi? Maxluq. Jim, tush meni motosiklimdan. Ahmoq qushlar. Kit. Ano. Xayolparast. Yan kino bor, ajoyib xayolparast. Burgutga qarab qiy qilib. Nimaga qush ushlaysan? Amir mattekini ko'rsam. Liza, nima deyapti bu senga? Tegma meni mushuklarimga. O'zing shuna qilaman. Bir muhabbat qissasi. Qaysi biri erkak, qaysi biri ayol bizga qorong'u, lekin bittasining boshini cho'qishga harakat qildi. Bu yerda bir muhabbat, bu yerda esa hayot mamot masalasi. Yo'q, boshlashdi yana. O. Balaqa. Ketdi. Yo'q, ketmadi. Ana shu orqada kelayotgani erkak shekilli. Turban oldidagi ayol. Voy plose. Ketdi boshqasi bilan. Voy bechara. Dorilarini Ayog'im mana. Ayog'imga deb doktor berib ketdi. Shuncha qildi. Manetta yo'qmi? Ko'rdim ama yo'q. Hozir men tez kelaman, kelib top beraman. Bo'ptimi? Ha, sentrda ishim bor. Eni. Hozir kelib topib beraman. Mana srochniy qatiq. Hop.
ishim chiqib qoldi. Sentrga chiqib telefonni bir narsasini ko'rsatishim kerak, ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'sha bahor ko'rib turganingizdek, sekin-sekin yengillashib boryapmiz. Buvim qo'ygan joylarni esla olmaydilar ko'pincha. Kelib xotirjam bo'lib topib beraman. Sizlar Chust Mega Plaza kirganda chap qo'ldagi do'kon bizni yaxshi kuzatisar ekan. Onaxon akamiz juda ajoyib narsalar bor ekan. Soatlar va taqinchoqlar, kumush tilla hammasi bor. Qo'yarda qo'ymay buvimlarni yaxshi ko'rib kuzatishganiga sovg'a berishmoqchi bo'lyapti. 2 marta yo'q dedim. Yo'q, biz niyat qilganmiz o'zi, Xudo xolasa. Salomat bo'ling aka. Bu safar tilla qilib beramiz. Xudo xolasa. Soatlaridan zo'r ekan. Soat do'konida O'zbek. Do'kon bo'lgan va do'konlari bo'lgan. Men soat chetdan oldim. Bu sizlarga tegishli emaskida? Yo, sizlarga tegishlimidi? Yo'q, bizga tegishli emas. Sizlar mana bu soatga nima deysizlar? Menga yo'qdi, bardovi rangni yaxshi ko'raman. O'zlari qayerdanmi? Ha, g'ayratdamiz. 93 yoshmi? Necha yosh? 95 ga o'tyaptilar. Ha. Hali optik ko'tarib yurganamsiz. Voy joningizdan umringizni olmasangiz. Rahmat, salomat bo'ling. Chiqazing. Xo'p bo'ladi. O'rniga keladi. Salomat bo'ling. Men suv o'tmasmikin? Ha, buni ham agar remishonga qizimlar ko'zi cho'rli ekan. Mana Instagramda ko'rgansiz. Instagramda men o'zim chiroyli ekan. oshnaqani to'g'rimi? Ha, Oriqjon ismi. Umringizni olmasin, baraka toping. Bu qora ekanmi? Mana shuni ko'raylikmi bo'lmasam? Qora hamma rang bilan kirishib ketaveradi desa, variantlar juda ko'p ekanda. Bizni ko'rishyapti yaxshilar. Biz anchagina mashhur ekanmiz. O'g'illarisiz? Men nevaralariman opa. Umringizni olmasin. O'g'illarnikimiz qiziqmi? O'g'illarini. O'g'illarniki. Shunaqa. Kecha kuni ko'rdingiz ama. Men o'zim ochishni bilmayman. Dilak bo'lsangiz bunaqalarni ham bilmayman. Nevaram ochib beradi. Mana shu joyga bitta bosib qo'ysangiz like bo'ladi xolajon. Mana qizartirib, shu yurakchani qizartiring deyishadi. Men sovg'alarni olib uyga qaytdim. Aka, sizga rahmat. Opalar, salomat bo'linglar. Opa, rahmat. Bir vaqt topib o'tinglar. G'ayrat uzoq emas. Olib boringlar. Kalomam xursand bo'ladilar ko'rib. Mayli opalar, omon bo'linglar. Aka, rahmat. Xizmat bo'lsa bemalol yozib, charchamaydi. Men ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Yaxshilar, qatiq olgani keldim. Aka, qatiq bering. Hozir bozorga chiqibman, qatiq olish esimdan chiqib. Necha pul qatiq? 12 ming, 11 ming edi, men esimga ochdim. Dollar ko'tarildi. O'zimizni qishloqdagi supermarket. Bo'ldi, paketga solib bering. Bizga qora qatiq kerak. Mana bu yaxshilar uyimning orqa tarafi. Mana shu yerdan dilbarim. Kim bo'ldi senga mendan afzalroq deb buvimga sovg'a-yu bir bonka qatig'i olib uyga yetib keldim deyarli. Jonajon uyim mana. Men ham hovlida ekanlar. Paypoq kiyibdilar. Mayli, hozircha o'tirib olaversinlar, keyin beramiz sovg'ani. Aynan. Buni qo'yib turing. Bering, men ham ko'ryapsizlar, nimalardir bilan bandlar. Ena ertaga 14-fevral. Sevishganlar kuni. Bobur tug'ilgan kuni. Ena, eshityapsizmi? Ha, Sizga mana uni muxlislaringiz berib yubordi sovg'a. nima? Sizga sovg'a berib yuborishdi. Kim? Shaharlik opalar. Voy, rahmat. Keling, taqib qo'yaman. Qo'lingizga taqingchi. Qaysi biriga to'g'ri kelarkin?
juda go'zal narsa. Kattaroq. Ha, o'shanisiga taqingda katta bo'lsa. Keling, buni yechaman. Shaharlik tilla do'konlari bor ekan. Ha, mana shunaqa. Gapimni eshityapsizmi? Oye, tersiga katta yo. Shaharda tilla magazin ochishibdi. Ha, O'shalar bizdan sovg'a deb berib yuborishdi. rahmat. Ismlarini so'ramabman, mana farosat bilan. Mana yerga qo'yapman. Keling. Bu kumush ena? Anlamaydın. Yo'q, aynimaydi. İşini ongudan versin. Iloyim. Bozora çaqqan olsun. Iloyim. Bana etraf beri varıptı, Xudo xayra versin. Foydası ko'p bo'lib odamlar talosh qilib Alloh olsin. Oblo. Bunisi bunga to'g'ri keldimi? Yashang. Menga soat berishdi. Sizga. Ha. Mana. Video oldingiz yo. Yo'q, o'sha yerdan o'tayotgandim, to'xtatib ko'ramiz. Haligi ataganmiz deb berishdi. Qo'yib qo'ying. Manga taqib qo'ying. Kapil bo'lganimda taqib oladi. Ana, manga bopak. Ana. Ana, Moro bo'lsin. ana. Yaxshilar, yaqindan ko'rsatayin sizlarga. Noq qilingchi. Juda ham chiroyli kumush sirg'a ekan. Mana aniqroq ko'rindi menimcha. Qo'llaridagi ham. Endi men soatdan ayrildim, xudo xolasa. Xudoyo bizda izzat qilib beribdi, bozori chaqqon bo'lsin. Hamma talomot qilib olsin. Allohu akbar. Yaxshilar, shu bilan bugungi sonimizni yakunlaymiz. Ko'rganingizdek bizda xursandchilik, sodda hayotda yengilliklar asta-sekin bo'lib turibdi. Kuzatib borish, like bosish, komment yozish, obuna bo'lish yodigadan ko'tarilmasin. Akshto keyingi sonlarda ko'rishguncha. Analarimni opel. Ana boyliklar. Ana. Rahmat. Xursand bo'ldilar. Endi Sizlarga ham kattakon. xatarlar borsam shaharga oborib enangizga ko'rsatasizda alqab qo'ydim sizlarni. Oroy toro boshlandi. Oynaga qarab olib o'zlariga.